Çünkü mazlumlarning zalimlarning haqqini olgan kun zalimlarning zulm qilgan kunidan dahshatli bo'ladi. Zalimlarning zulm qilgan kunidan dahshatli bo'ladi. Çünkü hazır İslam devleti desa ko'pinchimizning xiyoliga o'ziga o'xshash o'ylamaganni, o'ziga o'xshash kiymaganni, o'ziga o'xshash gap qilmaganni, hatto o'ziga o'xshash e'tiqod qilmaganni paturmaydigan mustabid bir davlat kelishi mumkin. Mustabid bir davlat kelishi mumkin. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Medine'ye hicret kılgandan keyin Quba kentiga tushib 4 kun turish jarayonida Quba masjidini puturdi va 5-kunü shahar markaziga qarab mangdi. Va Salim jamiyatiga kelgan vaqtida Salim jamiyatining cho'nglarining talabi bilan Salim jamiyatida juma namozini o'qiydi. Va juma namozidan keyin yana Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Medine shahar markaziga qarab mangdi. Medine shahar ichidagi Najjar jamiyatiga kirgan vaqtida Najjar jamiyatining cho'nglari Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning oldiga qilichlarini esib chiqib Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamni nihoyat dag'dug'liq qarshi oladi. Chunki Najjar bo'lsa Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның çoğ bo'lsa Hashimning ayolining tuqqanlari edi. Ya'ni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның ona taraf tağlari edi. Yo'l bo'yida kichik bolalar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga bo'lgan sevgisini ifodalab naqsh o'qiydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ularga "Men bu sizlarni yaxshi ko'raman" deb o'zining ularga bo'lgan sevgisini ifodalaydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam yana shahar markaziga qarab davom qiladi. Tuga Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның hazırki mescidinin, yani Mescid-i Nebeviy'nin hazırki o'rniga kelib çöküdü. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam "Mana bu yerga biz mescid bina qilamiz" deydi. Tugunun çöküşü bilan bu yerga uy yaqin bo'lgan Abu Ayyub al-Ansari degan sahaba Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның yuk taqlarini derhal uyga akirib oladi. As'ad ibn Zurara Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның tugisini uyga akirib oladi. Shunda qilib sahabalar taraf-tarafdan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga tava bo'lgan narsalarni uyga akirib olish orqali Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ni o'zining uyiga o'rinlashtirishni umid qiladi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam kishi yuk taqi nerede bo'lsa shu yerda turadi deb Abu Ayyub al-Ansarining uyida turishni tanlaydi. Abu Ayyub al-Ansarining uyi 2 qavat bo'lib, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamni hurmatlab, ikkinchi qavatini Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga hozirlaydi. Ammo Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam meni yo'qlab keldiganlar ko'p, shuning uchun ikkinchi qavat bi'ab bo'lib qoladi, birinchi qavatda o'ltiray deb ostin qavatda o'ltirishni tanlaydi. Shunda qilib Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Quba kentidan yo't kelgandan keyin Madina shahri ichida Abu Ayyub al-Ansarining uyiga urilishdi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam urilish bo'lgandan keyin Madinada qolgan ayoli va qizlarini akilish uchun Zayd ibn Haris bilan Abu Rafi'ni avatdi. Va ularga yo'l boshlash uchun yana Abdullah ibn Urayqitni qo'shdi. Bular Makkaga berib Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning ayoli Savda va qizlari Fatima, Ummu Kulsum va Ruqiya va Hazrat Abu Bakrning ayoli Umruman va uning qizi Asma va uning kichik o'g'li Abdullahni birga Madinaga elib keladi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning cho'ng qizi Zaynabning eri texi musulmon bo'lmag'achqa Zaynabni Madinaga ketkilib qo'ymaydi. Hazrat Abu Bakrning homildor qizi Asma Madinaga kelibla yangiydi. Bu buvoq muhojirlar ichidan tunji Madinada dunyoga kelgan buvoq hisoblandi. Bu buvoq bo'lsa meşhur sahabe Abdullah ibn Zübeyir idi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam tügü çökke yani mescid silish uchun tayyorlanib, uni egisidan setib olmoqchi bo'ldi. Bu yer 2 dona yetim bolaning yeri bo'lib, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ularni chaqirtib akilib, bu yerni nechta pul satsizlar deydi. Bu 2 yetim bola o'zining yerining mescid uchun tanlanganligini bilib, nihoyat hayajonlanib, "Ey Allohning elchisi, bu yerni biz Alloh yo'lida hadiya qildik" deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam keskin rad qiladi. Chunki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam biz ilgirki darslarda deganimizda talab qilgan narsani yoki lozim bo'lgan narsani hadiya qilsa qabul qilmaydi. Ammo talab qilmasdan yoki o'ziga lozim bo'lmagan narsani tuyuqsiz holda hadiya qilsa qabul qiladi. Bu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning muomalasidagi nihoyat go'zal bo'lgan bir axloq. Shunda qilib Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu 2 yetim boldan ya'ni setib oladi va shundaqla masjid silishga kirishib ketadi. Ansar va muhojir sahobalar qo'l-qo'lcha masjid silishga kirishib ketadi. Bu yer aslida mushriklarning qabristonligi, shundaqla ozg'inlik bo'lib, bu yerni tindirib masjid silishga saq 6 oy vaqt ketadi. 6 oy ichida egizdagi odam bo'yidan egiz 1000 kvadrat metr atrofida nihoyat hashamatli bir masjid silinadi. Masjid ichidan oxirgi tarafiga bir sup chiqarilib, bu supda o'zining vaqtini butunlay Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga ajratgan kishilar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamdan ta'lim oladi. Bu yerga doim to'plangan kishilar bo'lsa, suppa ahli deb ataladi. Ya'ni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning masjidi faqat namozlarni o'qiydigan ibodat markazi bo'lmasdan, ta'lim tarbiyaga ahamiyat berilgan maktabni o'z ichiga oladi. Islomni Madinaga tunji qitim elib kelgan 6 nafar sahobaning birisi bo'lgan As'ad ibn Zurara Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Madinaga hijrat qilgan tunji yilisi vafot topadi. U Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning masjidining yeniga chiqarilgan Baqi qabristonligiga dafn qilindi. Shunda qilib As'ad ibn Zurara Baqi qabristonligiga dafn qilingan tunji sahoba bo'ladi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Madinaga kelgandan keyin tunji tutish qilgan ishi mayli Quba kentida bo'lsin yoki shahar ichiga kirganda bo'lsin, masjid silish bo'ldi. Chunki masjid musulmonlar jamiyatining yuragi. Bu yurak islom a'zolariga ibodat va ta'lim tarbiyadan iborat qonni yetkazadi. Tinimiz uchun yurak qanchalik muhim bo'lsa, bir musulmonlar jamiyati uchun masjid shunchalik muhim. Shuning uchun Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam tunji qilgan ishini masjid silishdan boshlagan. Masjid
Masjid bitgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sahobalarning hammani to'playdi va ularga kishilarni namozga chaqirish uchun hammanglar fikringlarni tashlanglar. Kishilarni qanday usulda namozga chaqirmaymiz deydi. Sahobalardan birisi bayroq chiqirayli, bayroqni ko'rgan kishilar namozga kelsin deydi. Yana birisi o't yoqayli, tutunni ko'rgan kishilar namozga kelsin deydi. Yana bir sahabi Yahudilarga o'xshash burg'u chalayli deydi. Yuqorqi fikrlarning hech qaysisi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga yoqmaydi. Shunday qilib sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga azugidek bir usul topolmaganligidan maysunib qaytdi va hammasi o'z ishi bilan bo'ladi. Ammo sahobalar ichidan Abdullah ibn Zayd va Hazrat Umar musulmonlarni namozga chaqirish haqida nihoyat ko'p o'ylandi. Hatto bu ikkilan shu kechasi kechining oxirigacha o'ylanib uxlay olmaydi. Oxiri bir vaqtlarda uyquga ketadi. Abdullah ibn Zayd tushida navbatda biz biladigan azon shaklini bir odam uningga ugutib tush ko'rdi. U azza at deganda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yaniga bir: "Ey Rasululloh, men mushundaq tush ko'ribdim. Kishilarni mush usulda namozga chaqirsa qandoq bo'ladi?" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Sen rost tush ko'ribsan. Bundan keyin kishilarni namozga mush usulda chaqirmaymiz" deydi. Hazrat Umar: "Men mushunaga o'xshash tushni ko'rgan edim" deydi. Endi o'ylab baqadigan bo'lsa, nurg'ulg'an sahobalar ichidan nima uchun Hazrat Umar bilan Abdullah ibn Zayd bu tushni ko'rdi? Ya'ni Alloh taolo azonni nima uchun bu ikki sahobaning tushi orqali yo'l qo'ydi? Chunki bu ikki sahoba payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom talab qilgan ish uchun bosh qotirib kechining oxirigacha uxlamadi. Ya'ni g'ayrat ko'rsatdi. Alloh taolo bu ikki sahobaning ko'rsatgan g'ayratiga mukofot berish yuzidan azonni bu ikki sahobaning tushi orqali yo'l qo'ydi. Demak, bir odam Alloh yo'lida g'ayrat ko'rsatsa, Alloh taolo uni hargiz javobsiz qo'ymaydi. Shunda qilib azamni yo'l qo'yildi. Kishilar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning masjidiga kelib namoz o'qishga boshlaydi. Bir qancha oy o'tgandan keyin Makkadan kelgan musulmonlarning burunqi qizg'inligi tuvallashga boshlaydi va ona yurti bo'lgan Makkani seg'inishga boshlaydi. Yana bir tarafdan Makkaning havosiga kelisholmay kasallab qoladi. Ya'ni ularni har tarafdan beoromchilik qoplashga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sahobalardagi bu tushkun ahvolni ko'rib Alloh taologa tuvandagi duoni qiladi. Ey Alloh, bizga Madinani xuddi Makkaga o'xshash yaxshi ko'rsatgin va Madinadagi kasallikni Juhfadagi Iroq yerga yo'tkazgin deb Allohga duo qiladi. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bu duosini ijobat qilib, sahobalarga Madinaga muhabbat soladi va u yerdagi kasallikni ko'tarib o'tadi. Sahobalarning kayfiyati yana qaytadan jonlanadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom masjid inshosidan butunlay bekor bo'lgandan keyin Madinada qilgan ikkinchi ishi bo'lsa, hamma narsalardan ayrilib kelgan muhojir sahobalarning turmushini kapolatga ega qilish va shundaqla muhojirlar bilan ansarlar, ya'ni Makkalik musulmonlar bilan Madinalik musulmonlarning o'rtasidagi ittifoqlikni olg'a surish uchun bani teng ko'rishni asos qilgan qarindoshlik faoliyati olib boradi. Ansarlar bas-basda muhojirlarni talishib qarindosh bo'lishga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom oxiri ism yozib chek tashlash orqali bir ansarni bir muhojirga bog'lab ikkisini qarindosh qiladi va ansarlarga bani muhojirlar bilan teng ko'rishni targ'ib qiladi. Ansarlar qarindosh bo'lgan muhojirlarni o'zining qon qarindoshlaridan a'lo bilib, ularni hech narsani aymaydi. Masalan, Makkadagi Bayso'dagi Abdurrahman ibn Avf bilan Madinalik ansar sahobi Said ibn Rabi qarindosh bo'ladi. Said ibn Rabi mol-mulkining hammasini teng ikkiga bo'lib Abdurrahman ibn Avfni chaqiradi va uningga: "Mana mening mol-mulkim, mana bir qismi sening bo'lsin" deydi. Abdurrahman ibn Avf: "Alloh sendan rozi bo'lsin, men bir savdogar odam, men bozorni ko'rsatib qo'y" deydi. Said ibn Rabi shuncha ching tutsimi, Abdurrahman ibn Avf keskin rad qiladi. Ya'ni ansarlar shuncha saxiylik bilan boyuqni aymaydi, muhojirlar bo'lsa eng yuqori iffat bilan qabul qilmaydi. Hatto ansar sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yoniga shikoyat qilib keladi. "Ey Rasululloh, bu qarindosh bo'lgan muhojirlar bizni hech qanday yaxshilik qabul qilgan unumidi" deydi. Hatto ularning orasidagi qarindoshlik birisi-birisidan miras oladigan darajaga ko'tariladi. Alloh taolo bu vaqtda oyat tushirib, mirosni amaldan qoldirib o'tadi. İlgirki dersimizde o'tganimizdek Medine aholisi Yahudilar ve Arab mushriklardan iborat ikki to'pga bo'linadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kelgandan keyin Medine jamiyatida 3 xil to'p shakllandi. Ya'ni Yahudilar, az bir qism Arab mushriklari va musulmonlar. Yahudilardan Banu Nazir va Banu Qurayza Aws qabilasiga Xazraj qabilasiga qarshi yordam berdi. Qaynuqa Yahudilar bo'lsa Xazraj qabilasiga Aws qabilasiga qarshi yordam berdi. Ya'ni Yahudilar ikki Arab qabilasining keyinda turib birisi-birisi urush qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va muhojir musulmonlar Madinaga kelgandan keyin va Madinadagi musulmonlar to'pi bilan qo'shilib qabila va oymoqni hal qilgan nihoyat zo'r salmoqni egallagan musulmonlar to'pi shakllanadi. Shunda qilib Madina jamiyatida musulmonlar to'pi, mushriklar to'pi va yahudilar to'pidan iborat 3 xil to'p shakllanadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu xil ko'p xildan to'plashgan Madina jamiyatidagi tinchlikni amalga oshirish uchun nihoyat muhim bir qadamni soladi. Bu Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Madinaga kelgandan keyin 3-chi qilgan ishi bo'ladi. Ya'ni birinchisi masjid silish, ikkinchisi qarindoshlik, uchinchisi Madina vasiqasi. Ya'ni Madina qonunini tuzib chiqadi. Bu Madina vasiqasi bo'lsa, ya'ni Madina qonuni bo'lsa, butun Madina jamiyatining a'zolarining hammasining huquqini o'rtaq qo'daydigan tunji fuqaroviy islom davlati qonuni. Atrofdagi podshohliklar va imperatorlarning o'zgarishli qonuni bo'lsa-mu, lekin u qonun kuchliklarning manfaatini asos qilgan, shundaqla hokimiyat beshidagilarning dindan boshqa dinlarning hammasini chetga qoqadigan, zulmga to'lgan qonunlar edi. Ammo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning o'tirib qo'ygan bu qonuni, ya'ni Madina vasiqasi, Madina a'zolari, mayli yahudi bo'lsin, mayli mushrik bo'lsin, mayli musulmonlar bo'lsin, o'rtaq manfaatini asos qilgan tarixdagi tunji islom fuqaroviy davlat qonuni.
Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom tuzgan bu Madina vasiqasi, ya'ni Madinaning davlat qonuni 52 betimdan tuzilgan bo'lib, uni bugungi tilimiz bo'yicha vandagi 13 nuqtaga yig'inchoqlashga bo'ladi. Uning birinchisi, mayli Makkadan kelgan musulmonlar bo'lsin, yoki Madinalik ansar musulmonlar bo'lsin, yoki yahudiylarning islomni qabul qilganlari bo'lsin, musulmonlarning hammasi bir ummat bo'ladi. Ikkinchisi, musulmonlar bilan birga yashagan, ammo musulmon bo'lmagan Madina fuqarosi musulmonlarga qarshi chiqmasalar va shundaqla musulmonlarga qarshi chiqqanlarga yordam bermasalar, o'z e'tiqod erkinligi bilan hur yashaydi. Musulmonlar ularning jonlarini va mollarini qo'g'daydi. Uchinchisi, datalash bo'lgan har qanday ishda hukm chiqaruvchi Alloh va uning elchisi bo'ladi. Ya'ni Qur'on va hadis bo'ladi. To'rtinchisi, yahudiylarning ilgirki farqli haq-huquqlarining hammasi amaldan qoldirilib, qon to'lam va boshqa haq-huquq ishlari boshqalarga o'xshash yurgiziladi. Beshinchisi, Madinaga sirtin dushman bostirib kirsa, buning qarshi musulmonlar, mushriklar, yahudlarning hammasi birlikda qarshi turadi. Urush chiqimini hammasi o'zininkini o'zi ko'taradi. Oltinchisi, musulmonlardan oddiy bir kishining boshqalarning himoyasiga erish huquqi bo'ladi. Ya'ni viza berish huquqi bo'ladi. Yettinchisi, dushmanlarga qarshi yordam berganlarni hech kimning himoyasiga erish huquqi bo'lmaydi. Sakkizinchisi, bir taraf zulmga uchrasa, ya'ni musulmonlar zulmga uchrasa, yoki mushriklar yoki yahudiylar zulmga uchrasa, uningga boshqalar birlikda yordam beradi. Ya'ni uni zulmdan qutuldirib oladi. To'qqizinchisi, himoya qilinguvchi, himoya qilguvchiga o'xshash haq-huquqlarga ega bo'ladi. Shundaqla zulm qilinmaydi va boshqalarning zulm qilishiga yo'l qo'yilmaydi. 10-inchisi, musulmonlar o'z ichida iqtisodiy yuki ig'irlarni yolg'iz tashlab qo'ymaydi va xon to'lam va diyat ishlarida o'zaro yordam berib, eng yaxshi muvofiq usulda o'taydi. 11-inchisi, musulmonlar va yahudiylar bir gavda bo'lib, o'z e'tiqod erkinligi bilan yashaydi. Musulmonlar yahudiylarni chetga qoqmaydi va kamsitmaydi va yahudiylarning bola-chaqalari, mol-mulklari cho'qim qo'g'diladi. 12-inchisi, yahudiy va musulmonlar bir-biriga sodiq bo'lib, gunoh bo'lmaydigan ishlarda bir-birini qo'llab quvvatlaydi. 13-inchisi, yuqorqi ahdnomaga qo'l qo'yguvchilar bir-birining dushmaniga o'rtoq qarshi turadi. Yuqorqi betimga boshda musulmonlar, ondan keyin yahudiylar va mushriklar birlikda qo'l qo'ydi. Shunday qilib Madinada haqiqiy puhraviy islom davlati qurildi va bu yerda har xil din va har xil irqdagilar o'z e'tiqodi bilan erkin, hur yashaydi. Biz yuqorqi betimlar haqida qayta-qayta o'ylanishimiz va mulohiza olib berishimiz kerak. Chunki bu biz kelgusida qurmoqchi bo'lgan islom davlatining qandoq bo'lganligini bizga aks ettirib beradi. Chunki hozir islom davlati desa, ko'pinchimizning xiyoliga o'ziga o'xshash o'ylamaganni, o'ziga o'xshash kiymaganni, o'ziga o'xshash gap qilmaganni, hatto o'ziga o'xshash e'tiqod qilmaganni paturmaydigan mustabid bir davlat kelishi mumkin. Amaliyotda islom davlati hargiz undaq davlat emas. Islom davlati xuddi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Madinada qurgandek, o'xshamagan dinlarni o'z dini bilan erkin yashay oladigan, birisi-birisini kamsitmaydigan hur davlat. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Madinaga kelgandan keyin Aws va Xazrajdan iborat birisi-birisiga dushman ikki qabilani birlashtirib, siyosiy huquqni o'zining qo'liga olgan bo'lsa-mu, ammo iqtisodiy gavda yanala yahudiylarning qo'lida edi. Masalan, oltin va atir bozori Banu Qaynuqaning qo'lida edi. Yezigilik mas'uliyatlari Banu Nazir yahudiylarning qo'lida edi. Tili ishlab chiqarish ishlari Banu Qurayza yahudiylarning qo'lida edi. Arablar bo'lsa, yo yahudiylarning qo'lida ishlaydi, yoki yahudiylarning do'kon va yerlarini huddiga kelib tijorat qiladi. Ya'ni bozorlarning hammasi yahudiylarning qo'lida edi. Shuning uchun yahudiylar bahoni egiz pas qilib, orliqdan foydalanadi. Ba'zida monopollik qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buning qarab, musulmonlar o'zi mustaqil bir bozor shakllantirmasa, iqtisodiy gavda yaratmasi bo'lmaydiganligini tunib yetadi va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bozor qilish uchun yer izlaydi. Sahobalarning birisi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yoniga kelib, "Ey Rasululloh, falon yerda mening yerim bor. Xohlasang shu yerni bozor qilaylik" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom u yerga borgandan keyin, u yerning bozorga munosib ekanligini ko'rib, u yerni bozorga tayyorlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu bozorning yo'llaridan tortib hammasini o'zi planlaydi. Bozorning tayyorligi bitgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buyruq tushib, musulmonlar hammanglar so'l satiqlarni mushahada qilinglar deydi. Va shundaqla bu bozorga kim eng baldur, eng saha kelsa, mollarini qo'yib olgan yerda satsa bo'ladi. Hech kimdan bu bozordan boj ilinmaydi deb qoida bekitdi. Shunday qilib Madinada musulmonlarning tunji bozori qurildi. Qarab baqadigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yahudiylarning savdodagi aldamchiligi, monopolligini ko'rib, darhol musulmonlarni yahudiylarning bozorini to'smadi. Aksincha, musulmonlar uchun bir bozor qurishga kirishdi. Musulmonlarning bozorini qurib bo'lgandan keyin, undan keyin bu yerda savdo qilinglar dedi. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir eshikni ochmay turib, yana bir eshikni taqamadi. Ya'ni islomda har narsa cheklangan bo'lsa, u cheklangan narsaning qarshisida foydali bo'lgan bir halol narsa bor. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ibodat qilish uchun masjid salganga o'xshash musulmonlarga mustaqil iqtisodiy gavda yaratish uchun bozor saldi. Demak, bozor silish payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning sunnati va shundaqla musulmonlar jamiyati shakllantirishdagi nihoyat muhim bo'lgan ishlarning birisi. Chunki bozor payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Madinaga kelgandan keyin qilgan 4-ishi. Madinadagi suv manbasi yahudiylarning qo'lida edi. Bir kuni muhojirlar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning yoniga yahudiylarning suvni qimmat sotganligini shikoyat qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buni anglab, shu yerdagi mashhur quduq bo'lgan Roma quduqini, qaysinglar shu Roma quduqini setib Alloh yo'lida hadiya qilib o'tadi deydi. Bu gapni anglagan Hazrat Osmon shu vaqtda Roma quduqining egasi yahudiyning qashig'iga berib,
quduqingni menga sotqin deydi. Yahudi keskin rad qiladi. Osman roziyallohu anhu uning bilan deyish orqali "Amasi yerimini sotqin. Bir kun sen foydalangin, bir kun men foydalanay." Yahudi buningga qo'shilib bo'ladi deydi. Hazrat Osman Yahudi bilan baho talish orqali bu quduqning yerimini, ya'ni bir kunisini 12 ming dirhamga sotib oladi. Ondan keyin musulmonlarga "Sizlar quduqqa mening kunimni berib, 2 kun yetkidek suv ilib olinglar. Yahudining kunisini bormanglar" deydi. Shunda qilib musulmonlar Hazrat Osmanning kunisida quduqdan suv og'ilib berib 2 kunlik suv ilib oladi. Yahudining kunisida bo'lsa hech kim bormaydi. Shunda qilib Yahudining savdosi butunlay to'xtab ketadi. Yahudi nihoyat g'azablanib Hazrat Osmonning yoniga keladi. "Mening bazorimni o'ltirdim. Endi qolgan yerimini ol" deydi. Hazrat Osmon "Nechta pul sotsa" deydi. "Bo'ldi 12 ming dirhamga beray" deydi. Hazrat Osman endi 12 ming dirhamga olmayman deydi. İkisi deyish orqali Hazrat Osman qolgan yerimini 8 ming dirhamga sotib oladi. Hazrat Osman quduqni butunlay sotib olgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kelib aytdi va uni musulmonlarga hadiya qilib etdim deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nihoyat xursand bo'lib, "U yerdan suv ichgan kishilarning butun ajri sana bo'ladi" deydi. Hazrat Osman quduqni sotib olib hadiya qilib etgandan keyin kishilarga o'xshash radga tizilib, navbati kelganda suv oladi. Demak, hadiya qilib etdim deb uningga hech qanday huquqini ishlatmaydi. Aksincha kishilardan o'xshash foydalanadi. Islomning Madinada bosh ko'tarishi bilan Makkadagi mushriklar sarosimaga tushishga boshlaydi va qanday qilib musulmonlarni yo'qota olamiz deb bu haqda nihoyat ko'p o'ylandi. Va ular payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va musulmonlar uchun har xil suiqasdlarni planlaydi. Shundaqla Madinadagi birisi-birisiga dushman bo'lgan Xazraj va Avs qabilasining islom bayroqi ostida bir yerga kelib, siyosiy huquqni qo'lga olishi, shundaqla bir-birlab iqtisodiy gavda yaratishi Yahudilarni bearam qilishga boshlaydi. Mana mushu paytda Madinada yangi bir to'p kishilar paydo bo'ladi. Ular bo'lsa-mu munofiqlar. Munofiqlar bo'lsa musulmonlar orasidagi, ya'ni o'zini payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ishongan va ergashgan deb musulmonlar siyoqida turgan, ammo qalbidan Allohga ishonmagan yoki manfaat kelsa islom taraf turib, ziyon kelsa islomdan chekinadigan, shundaq manfaat ustiga imo etgan bir turli kishilar maydonga keladi. Ya'ni bular ikki qayiqqa tang dasigan kishilar bo'lib, birdam musulmonlar tarafda, yana birdam yahudilar tarafda. Musulmonlar kuchlansa, biz musulmonlar tarafda deydigan, musulmonlar bir zarbaga uchursa yoki ojizlashsa, yahudilar tarafga o'tadigan shundaq 200 kishilar maydonga keladi. Alloh taolo ularni Qur'oni Karimda munofiq deb ularning sifatlarini bayon qiladi. Muzabzabina bayna zalik la ilaha ula va la ilaha ula. Ular, ya'ni munofiqlar kufr bilan iymon o'rtasida orsalda bo'lib turadi. Ular na ularga, na bularga tava emas deydi. Yana bir oyatda Alloh taolo ularning sifatini bayon qilib, "Va minan nasi man ya'budulloha ala harf, fa in asabahu khayrun itma'anna bih, va in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, khasira ad-dunya wal akhirah. Zalika huwal khusranul mubin." Ba'zilar Allohga shak shubha bilan turoqsiz holda ibodat qiladi. Agar uningga yaxshilik qilsa, dinda mustahkam turadi. Agar uningga bir ziyon kelsa yoki musibat kuchursa, bu din xato dinkan deb dindan yanadi. U odam dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Bu uchuq ziyondir deydi. Demak, Madina jamiyatida mana shuningdek dinga turoqsiz holda ibodat qiladigan, ya'ni foyda yetsa, ha bu haqiqat dinkan deydigan, ziyon yetsa, bu din xato dinkan deydigan, shundaqla ikki qayiqqa tang dasib oladigan, ya'ni mushriklarning qashig'i bo'lsa, yahudilarning qashig'i bo'lsa, men sizlar bilan birga deydigan, musulmonlarning qashig'i kelsa, men sizlar bilan birga deydigan, shundaq 200 kishilar maydonga keladi. Makkadagi mushriklarmi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga tahdid silib, har xil xatlarni avatdi. Madinadagi munofiqlar Makkadagi mushriklar bilan maxfiy aloqa bog'lab, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ahvolini ularga yetkazib turadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Makkadagi mushriklarning o'ziga har xil suiqasd planlayotganligini anglab, kechida uxlamay o'tkazishga boshlaydi. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ehtiyot qilib, uxlamay turayotgan paytda sirtin qilish ovozi anglandi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom darhol "Kim o?" deb so'raydi. "Men Sa'id ibn Abi Waqqas, sizni qo'g'dig'ili keldim" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Sa'id ibn Abi Waqqasga duo qilib uyquga ketadi. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom men degan Allohning elchisi deb qaramlik qilmasdan, mushriklarning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga suiqasd planlayotganligini anglab, nihoyat ehtiyotchan bo'lib ketadi. Hattoki Alloh taolo "Vallohu ya'simuka minan nas." Alloh seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi degan mush oyat tushgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Sa'id ibn Abi Waqqasga "Endi meni qo'g'dimusangmi bo'ladi" deydi. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Allohdan uchuq holda "Men seni qo'g'dayman" deb oyat tushmagan qadar nihoyat ehtiyotchan bo'lgan. Hatto kechida uxlamay o'tkazadi. Demak, biz buningdan sabab qilishning naqadar muhim ekanligini yana ko'rib olamiz. Makkadagi mushriklar haddidan eshib, Madinadagi musulmonlarga har xil yo'llar bilan tahdid avatishga boshlaydi. Hatto Madinalik musulmonlar Makkaga borsa, biz sizlarga qarshi urush qilib, muhojirlarni qaytarib kelamiz deydi. Bu gapdan keyin musulmonlar hammasi qilishni yendan ayirmay jiddiy holatga o'tadi. Madinadagi musulmonlarning mavjudligi ig'ir tahdidga uchrayotgan, Makkadagi mushriklar zo'migarlik payridan yanmayotgan mushu paytda Alloh taolo tuvandik oyatni nozil qiladi. "Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu." Ularga, ya'ni musulmonlarga zulm qilinganligi uchun qarshilik ko'rsatishga, ya'ni zolimlarga qarshi urush qilishga ruxsat qilindi. Bu oyat tushgandan keyin yillarcha dahshatli zulmga uchrab, mushriklarga qarshi urush qilg'isi kelib ketgan muhojir musulmonlar nagivasi jihad haqida paranglashga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaning omonligi va sahobalarning bexatarligi uchun bir qancha sahobalardan tashkil topgan tunji istixborot apparatini qo'ydi. Bu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga kelgandan keyin qilgan
qilgan 5-cho'ng ishi hisoblanadi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom istixborot a'zolaridan Talhat ibn Ubaydulloh bilan Sa'id ibn Zaydni Makkaning yo'lga maxfiy uchur egallash uchun avatdi. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir qancha sahobalarni to'p-to'plarga bo'lib Makkaning atrofini chorlashga va kirib chiqqanlarni kuzatishga buyurdi. Shundaq qilib Madina umumyuzlik jiddiy holatga o'tdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir bo'lak sahobalarni Makkaning tijorat karvonlari Shamga mangadigan yo'lga kuzatchilikka qo'ydi. Shundaqla Madina atrofidagi oymoq va jamiyatlar bilan ba'zisiga o'zi bosh bo'lib, ba'zisiga Hamzani bosh qilib Madinaning bexatarligiga munosabatli ahdnomalarni tuzishdi. Ya'ni Madinaga qarshi tashqi dushmanlar bilan suhbatlashmaslik va ular bilan birlashmaslik haqida ulardan ahdnoma oladi. Makkaning tijorat karvonlarining Shamga mangadigan tijorat yo'lini kuzatgan sahobalar Makka mushriklarining tijorat karvonining Shamga yo'lga chiqqanligi xabarini anglaydi va buni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga yetkazdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom musulmonlardan jiddiy bir qo'shin tashkillab, u karvonning oldini to'sishga avatdi. Lekin bu qo'shin u karvon bilan uchrasha olmay, karvon Shamga o'tib ketdi. Bu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Makkadagi mushriklarning salgan tahdidlariga javob qaytarish bilan birga pat yaqinda yuz beradigan cho'ng bir urushning bishorati edi. Qarab baqadigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga kelgandan keyin islom davlatining asoslari bo'lgan 6 turlik ishni qilgan. Uning birinchisi masjid salgan. Bu orqali musulmonlarning ruhiyatini yuritgan. İkincisi, mescidning ichiga sup chiqarish orqali, ya'ni ta'lim-tarbiya markazi chiqish orqali u yerda musulmonlarni tarbiyalagan, ya'ni ularning aqlini yuritgan. Uchinchi qilib, qarindoshlik faoliyati olib berish orqali muhojir musulmonlar bilan ansarlar o'rtasida inoqlikni ilgari surgan. To'rtinchi qilib, Madina vasiqasi, ya'ni Madinaning davlat qonunini tuzish orqali Madinadagi har xil din va har xil irqlar o'rtasida ittifoqlikni amalga oshirgan. Beshinchisi, bozor qurish orqali iqtisodiy mustaqillikni qo'lga keltirgan. Oltinchisi, har bir davlatning asosiy qismi bo'lgan istixborot apparatini qurish orqali Madina va musulmonlarga keladigan har xil tahdidlarni oldini olgan. Makkadagi mushrik zolim arablar o'zlari zulm qilgan mazlumlarning hamon bir kuni ulardan intiqom olganligini biladi. Shuning uchun ular bu mazlumlarning bosh ko'tarib qilishidan nihoyat qo'rqadi. Chunki mazlumlarning zolimlarning haqqini olgan kun zolimlarning zulm qilgan kunidan dahshatli bo'ladi. Shuning uchun biz Uyg'ur musulmonlarga zulm qilayotgan zolimlarni bir Uyg'ur o'simi qo'ymay yo'qotishga tirishning sababi, chunki bir Uyg'ur qosimi hamon bir kuni uning ulardan intiqom olganligini biladi. Va intiqom olgandimi, ular zulm qilgandan dahshatli shaklda olganligini biladi. Ammo mazlum hamon bir kuni zolimdan intiqom oladi. Makka mushriklari yangidan beqsurib chiqqan bu islom davlatini yo'qotish uchun nima ishlarni qiladi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ularga qanday taqobil turadi? Buning tafsilotlariga qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki dersiniz. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim,